Assalomu alaykum qadrdon qadrlar. 7 ot kuchli motoblok uchun mo'ljallangan chizimlarimiz tayyor bo'ldi va biz dala maydoniga kelib sizlar uchun ishlab ko'rsatmoqdamiz. Xullas qisqa qilib tushuntiraman. 7 ot kuchli motoblok hozir yaqindan ko'rsataman. Motoblok to'xtagan paytda oz to'xtab to'liq ma'lumotini beraman. Temir g'ildiraklarimiz Jopes 900 ming. Hop, Chizilimiz 1 million so'm, 60-70 ga ligirovka bo'ladi. Manzilimizni har doimgidek qaytaraman. Farg'ona shahri Avval qishlog'i. Pastdagi raqamlarga telefon qilib murojaat qilishlaring mumkin bemalol. 7 ot kuchli motoblok ham biz yasagan kultasalar bemalol torta oladi. Bizga xohlovchilarga 9, 7, 13, 15, 17 va undan katta 23 ot kuchli zubur motobloklarga ham chizimlar yasab bera olamiz va bizda mavjud. Kimga nechta kerak bo'lsa pastdagi raqamlarga qaytaraman. Murojaat qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastlabki bormi deganlarga, O'zbekiston bo'yicha dastlabkamiz bor, pulli. Vodiy bo'ylab 100 ming so'm. Atak boshqa nimalarga bo'lsa Toshkentga 200 ming. Qolgan voha tomonlarga qimmatroq ketib qolmoqda. 7 ot kuchli motoblokni har qatda mana ko'rsatib beraman. Birinchi eng ko'rinadigan joyi mana zavodnoya. Mana birkasidan ma'lum bo'ladi, ko'pchilik bilaman. Birkasini ko'rsatib qo'yapman. 170 F motor. Ya'niki 7 ot kuchli katta motoblok emas. Bu bemalol tortib olyapti. Kimga shunaqa chizimlar va texnikalar qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga har doimgidek aytaman, murojaat qilaverasizlar. Buni arzonlashtirgan narxda sotib olishni kanalimizga obuna tugmachasini bosib qo'ying. Albatta, sovg'a sifatida bitta ochar yoki temir balon yana nimadir o'ynashimiz mumkin tez orada.